Xo'sh, va nihoyat ukajonim. Ota bo'lasan. Rostdanmi? Doktor tekshirib ko'rdimi? Yaxshilab chiqib. Ha, tekshirdi. 4 haftalik ekan. Zoru. Xotining kamqon ekan. Davolanishlari kerak ekan. Bo'ldi. Hal qilamiz. Qachon uylariga olib borib tashlaysan kelinni? Nimaga tashlab kelaman uylariga? Onasini uyda davolanib kelmaydimi? Nimaga onasi uyda davolanadi? Traditsiya shunaqa. Shahlo bitta achchiq choy damlab keling. Hozir. Opa. Men tushunmadim. Nimaga meni xotinim onasinikida davolanish kerak? Nimaga osmondan tushgandek qayta so'rayapsan, ha? Ha, shunaqa bo'ladi. Onasi davolaydi. Ha, tuqqandan keyin beshi olib keladi. Chaqaloqqa, adasiga, oyisiga, ammasiga sarpolar qilishadi. Ha, esingdan chiqib qoldimi? Homilador bo'lganimda olib ketashashgandi-yu, o'zingizlar davolagansizlar. Ozod opa. Meni eringizga o'xshatmang. Men ayolimga uylanayotgan paytimda nikoh shartlari orasida xotinim kasal bo'lsa, onasi davolaydi degan shart yo'q edi. Xotin meniki. Kasal bo'lsa ham, sog' bo'lsa ham. Tushundingizmi? O'zi sen rahmatli onamdan keyin o'zgarib qolgansan. Erim o'zi boshidayoq yoqmagan senga. Otang, eringiz sizni qadrlaydimi? O'ylab javob bering. Opa, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Eshigimiz siz uchun doim ochiq. Faqat bitta iltimos, kulib kelib, kulib keting. Bizni baxtli bo'lishimizga yordam bering. Xalaqit bermang.